Navoiyjon. Albatta boramiz. Mayli bolam, uyga kelsang albatta boramiz. Axir yoshi ulug'larni, bemor insonlarni holidan xabar olish xalqimizning eng yaxshi odatlaridan-ku bolam. Buvimni ham, tog'amni ham birdaniga ko'rib kelamiz. Tushundim. Xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, mayli. Oyim to'g'ri aytibdilar. Yosh ulug'larni, bemor insonlarni holidan xabar olishimiz kerak. Men ham Jo'rabek akani xafa qilib qo'ygandim. Hozir borib holdan xabar olsam, ayni muddao bo'ladi. Shunday qilaman. Hozir borib u kishini ziyorat qilaman. Assalomu alaykum. Bizni hamkasb. Ke, aylanay, ke. Omonmisiz? Voy. Salomatmisiz? Rahmat, aylanay. Assalomu alaykum. Bardamsiz? Sog'lik yaxshimi? Ko'rinishingiz juda ham ajoyib. Assalomu alaykum. Amaki, salomatmisiz? Omonmisiz? Kelayotgan hayitlar muborak bo'lsin. Navro'z muborak bo'lsin. Ey, nima qilarding ovora bo'lib? Aka. Qani o'tir qani. Hayit bayrami, Navro'z bayramlarimiz bilan hammamiz sog' salomat bo'lamiz. Amin, Allohu akbar. Bayramlar muborak. Hamkasbim bo'ladi aka. Behuzur yaxshimisan? Xudoga shukr. Ishxona yaxshimi? Yaxshi. Hamkasblar tinchmi? Xudoga Baraka shukr. topishsin, ish qilib Sizni so'rab yorishdi. Ey, salomat bo'lsin. Kamol aka so'radi, Farz aka so'radi. Salomat bo'lsin, omon bo'lsin. Yangi ishlarni boshlaganmiz. Ha, kecha Faridjon kelib ketdi. Ha. Baraka topsin, ish qilib Yaxshi. xabar olib turibdi. O'zing tinchmisan? Yaxshi. Bizlar ham Ishlab yuribmiz. ertadan chiqib qolamiz. Ha, ko'rinishingiz ajoyib, ko'z tegmasin. Doktorlarga katta rahmat ish qilib. Yaxshi qarashyapti. Jo'rabek aka, Labay. meni boradigan joyim bor aka. Ayibga buyurmaysiz. Xudo xolasa keyingi uchrashuvimiz ishxonada bo'ladi. Nasib. Ertaga chiqasizmi indingami? Indin menimcha. Indiniga javob berishadi. Katta rahmat senga, baraka topgin. Bizga javob. Hamkasblarga hammasiga meni salomimni yetkazib qo'y. Rahmat, sog' bo'ling. Xudo xolasa hayit bayramlari, Navro'z bayramlarini birga kutib olishamiz. Birga. Rahmat, aylanay. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Ko'rishamiz, Jo'rabek aka. Xo'p. Amaki, salomat bo'ling. Salom aytib qo'ygin hammaga. Sog' bo'ling. Baraka topsin shu hamkasblar, ona xabar olib turishadi. Mardonaga urf odatlarimizga ko'z tegmasin, mehr oqibatimizga ko'z tegmasin.